Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qaynashlar, ekranıma hoş geldinglar. Bugun temamiz bo'lsa Turkiya, Xitoy munosabati va Uyg'urlar. Bu suhbatga men ekranimga Mehmet To'xti Atavulla apandini taklif qildim. Mushu temada biroz deyishayli, gap qilishayli deb taklif qildim inshaalloh. Savolinglar bo'lsa, cho'qim inkas qismiga yozinglar. Va xohlaydigan qarindoshlar telefon qilib naq maydonga qatnashsanglar bo'ldi. Birozdan keyin nomerimni chiqarib qo'yaman, WhatsApp orqali qatnashsanglar bo'ldi. Assalomu alaykum, Mehmet To'xti. Efendim, yaxshimi, yaxshidirlarmi? Va alaykum assalom. Ko'p rahmat taklif qilganingiz uchun. Rahmat vaqtinglarni chiqaringlar uchun. Yaqin yoqi qarindoshlar xalqimiz ko'ryapti. Hakan Fidan vatanimizga ziyorat qilib bo'lgandan keyin Türkiye, Xitoy ishkisi munosabati quyuqlashib ketyapti. Shuning bilan mush tema haqida albatta hammamiz mush Iroqdan bizning Uyg'urlarimizni kuzatib kelaylik. Lekin birinchi savolim mushu hozirgi mush Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvoli nereden nergacha azroq tushuntirib bersangiz. Rahmat. Endi Turkiyaningki tashqi ishlar ministri Hakan Fidan o'tgan 2 hafta oldida bir oy bo'lib qoldi vaqtcha. Xitoyga ziyorat qilib kelgandan keyin Xitoyning shirkati bu yerda Turkiyaga $1 milliard mablag' solganligini, zavod qurganligini e'lon qildi. Bundan biz Turkiya-Xitoy munosabatining yaqinqi bir qancha yildagi qatmanliqni besib o'tib, qaytadan yaqinlashganligini ko'rib olamiz. Endi Turkiyadagi Uyg'urlarning hozirgi vaziyatiga ahvoliga kelsak, Turkiyadagi Uyg'urlarning umuman qilib aytganda ahvoli pek yaxshi emas. O'tgan qatim elib berilgan prezidentlik saylamidan keyin Turkiyadagi nurg'un Uyg'urlarning vatandoshligi bostirib qo'yilgan, chiqmayotgan. Yaqinqi 1-2 hafta ichida bir turkum kishilarning vatandoshlikka chiqqandan keyin xabarni anladim, ko'rdim, ammo yana nurg'un kishilarning vatandoshligi rad qilindi. Rad qilinganning ma'nosi hamda qayta arz qilishi, da'vo etish kerak, bo'lmasa chiqmaydi degan gap. Demak, bu Turkiyadagi Uyg'urlarning siyosiy jihatdan bexatarlik masalasining tugamaganligidan direkt biladi. Chunki bilisizlar, bir davlatda bir insonningki kimlik ijozat masalalari hal bo'lmaguncha u insonning u yerdagi boshqa iqtisodiy yoki farovonlik, o'qish, sog'lomlik masalalari hal bo'lmaydi. Chunki qaysi hukumat organiga borsa, shu yerda uning kimligini surishtir qiladigan bo'lg'achqa, bu ahvol davomli Uyg'urlarning beshida bor, hal bo'lgani yo'q. Ondan keyin iqtisodiy jihatdan olib aytganda Turkiyaning liraning kursining nihoyatda tushib ketishi, Turkiyadagi Uyg'urlarning iqtisodiy qiyinchiligini yukini oshiribdi. Men bildigan nurg'un bolalar iqtisodiy qiyinchilik tufayli zararlanyapti, qiynalanyapti. Shunga iqtisodiy jihatdanmi yaxshi emas deyishga bo'ldi. Ammo Turkiyaning ijtimoiy, kultural jihatlardan ahvolimiz yaxshi deb o'ylayman. Dunyodagi boshqa yerlarga solishtirganda nurg'un faoliyatlar Turkiyada o'tkazilyapti hozirmi. Mayli bolalarning o'qitish jihatdan bo'lsin, madaniy faoliyatlar bo'lsin yoki ilmiy muhokama yig'inlari bo'lsin. Bu jihatlardan yana yaxshi, chunki bu yerda bizning nufus jihatda afzalligimiz bor. Ham yana Turkiyaning sirtidan kelganlarga nisbatan kelish jihatda afzallik bor. Bo'libmi bizning chet eldagi Uyg'urlar, ziyolilar yoki bizning tashkilotlarning rahbarlari ko'pincha Yevropa, Amerikada bo'lg'achqa, ular Turkiyaga viza olmay kelalaydi. Bu jihatdanmi qulaylik, yana faoliyat qilish bo'shliqi davomli mavjud. Undan keyin dollar yevroga solishtirganda yana Turkiyaning bozori nisbatan arzon bo'lg'achqa, yana Turkiyada faoliyat qilish imkoniyati yana yaxshi mavjud deb o'ylayman. Shunga ijtimoiy jihatdan, kultural faoliyatlar jihatdan eng muhimi Uyg'urlarning milliy kimligini saqlash, tilimizni rivojlantirish, qo'g'dash jihatlardan yana Turkiya
yaxshi deb o'ylayman. Mushu hammamizning xabari bor Hakan Fidan vatanga bag'anning yoqi bir yaxshilik kelamiki deb ba'zi qarindoshlarimiz umid qilgan, lekin qarmoqda pek yaxshi yaqinni yoqi bo'libmi bir ikki oyning ichida yaxshi ketmayotgandek turdi. Buningga qanday qaraysizlar? Ben Hakan Fidan'ınki bizden vatanga bağlılıqıdan, Xitayga bağlılıqıdan yaxşılık kıldı dep qarmagandim. Şundan keyin özüm YouTube kanalımda qılgan mulayizamdımı. Bununki Türkiye'ninki Uyghur meselesini atlap ötüp Xitay bilen yaqinlashish, Xitay bilen savdo qilishga qaror qilganligining işareti deb qaragan edim. Çünkü bizning vatanimizda irqiy qirg'inchilik bo'lyotidi deb dunyoda 10dan ko'p davlat e'tirof qilgan, hatto BDTniki o'zining dokumentimi buni irqiy qirg'inchilik emas bo'lsa-mu, ammo insoniyatga qarshi jinoyat bo'lish mumkinchiligi bor deyotgan bir ahvolda Sharqiy Turkistonga borgan eng chong diplomatik amaldor Hakan Fidan bo'ldi. Menimcha bizning Sharqiy Turkistonga her qanday yuqoridagi diplomatniki berib, u yerdan bu yerdagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi hech qanday ifoda bildirmay, hatto Xitoyningki rayondagi boshliqlari bilan ko'rishganda terrorlikqa qarshi turish, Xitoyning zamin bütünlüğünü qo'llash haqidagi bayonlarni takrorlashi, u bizningki manfaatimizga xilof deb qarayman. Bu mening izchil maydonim bu jihatda. Nima deganda u yerda bir irqiy qirg'inchilik da'vosi bor. Shunga u yerga mustaqil tekshirish umidi berish kerak. Agar boshqa davlatning diplomatlari bo'lsa-mu, mushu maqsadda berish kerak. Urumchininki, Qashqarninki ko'chalarini aylanib, qavuz qo'g'iniga kelish hargizmi Uyg'urlarninki manfaatiga foydali emas. Shunga men Hakan Fidanninki galastikining rangi yoki Qashqar, Urumchi, Turkman yurti degan gaplarga bek parvo qilib ketmagan, miqida kulib qo'ygan edim. Hozir mushu Turkiyaning men bu yaqin bek takip qilib bo'lmadim, lekin hozir mushu Turkiya mediasi bo'lsin va xalq Turkiya xalqi hozir Uyg'urlarga qanday qaraydi? Endi buning so'rashining sababi normalda işte xalq yaxshi ko'rdi u bu deymiz, lekin sizlar boy degandek Turkiya nurg'un ekonomik krizga duchor kelaylik. Anandan keyin mushu Xitoy bilan savdo setiq qilayotgan nurg'un turk shirkat firmalar bor. Shunga hozir bu ko'z qarashiligi klassik tarixiy bir xil bo'lgan nimasi o'zgarayotgandi, o'zgardimi? Siz buni his qildingizmi? Endi Turkiyada ko'chmanlarga bo'lgan nafrat kundan kunga eshiyotidu. Bilganingizda Turkiya dunyodagi eng ko'p ko'chman olgan davlatlardan biri. Turk xalqimi misafirperverlik, Türkçe aytganda Uyg'urcha mehmondo'stlik bilan tanilgan bir xalq. Turkiya bu jihatda olqishlashga tegishlik bir insonparvarlik manzarasi yaratgan bir ifodani ko'rsatgan edi, ammo afsus Turkiya iqtisodining qattiq chekinishi, Turkiyaniki jamiyat amonligining nasharlashishi bilan yaqinqi bir qancha yildan buyon Turk xalqida ko'chmanlarga, bo'libmi arab va afg'on ko'chmanlarga bo'lgan nafrat kundan kunga eshib ketdi. Bu Turkiyadagi siyosiy partiyalarning so'zlamlarini o'zgartdi. Qaraydigan bo'lsak, mayli hokimiyat beshtagi partiya bo'lsin, mayli yurtchi partiyalar bo'lsin, hozir ko'chmanlarga qattiq qo'l bo'lish, ko'chmanlarni yurtga qaytarish, ko'chmanlarni boshqarish haqida bir-biri bilan baslashadigan, bir-birini ayblaydigan holatda. Endi bu xil atmosferadan biz Uyg'urlarmi o'zimizning nasibasini oldikmi desa, oldik. Chunki aslida Turkiyada hamma kishi Uyg'urlarni yoqtirib ketmaydi, chunki Turkiyaningki 30% ga yaqin Kurd aholisi bor. Bularninki Türklik bilan ishi yo'q. Ondan boshqa Turkiyadagi nurg'un sol liberal qismdagi insonlarninki Turkchilikni fashizm bilan bir qator qo'ydigan xohishi bor. Ularmi bizning masalamizga agar qiziqsa yoki qo'llasa insonlik nuqtasidan qo'llaydi-yu, hargizmi turkchilik nuqtasidan qo'llamaydi. Turkiya soli burundan tortib Xitoyga moyil,
bundaq ahvalda yani Türkiye'deki sol gruplardan mı Uygurlarga yaxşılık yok. Hem de Türkiye'deki Uygurlarınki təvə bolğan Türkçilik ideologiyasını kollaydıgan partiya asaslı Milliyetçi Hareket Partisi bularınki hazırki Türkiye'nin umumi sayılımında erişken neticesi %10 etrafında. Onun üstüne çıkarlığını yok. Demek %60 yoki %40 desek bu dindar muhafazakar kısımdakiler Uygurlarning musulmon qarindishimda azroq istaşlik qilsin-mu, lekin Türkçilik nuqtasidan qo'llamaydi. Türkçilik nuqtasidan qo'llaydiganlar faqat shu %10ning ostida. Endi buni deyishimdagi sabab nima deganda, aslida bu Turkiyaningki nüfus qurilmasida bizni Uyg'ur, Türk deb turib qo'llaydiganlarning soni shunchalik demakchi. Hamda bu umumiy bir xohishga, ko'chmanlarga bo'lgan umumiy nafrat, ko'chmanlarga bo'lgan umumiy bir pasif yoki salbiy atmosfera bizga ta'sir ko'rsatadi. Chunki davlat ma'murlari bo'lsin yoki ko'chada uchrashgan tijoratchilar, fuqarolar bo'lsin, ularning ichidagi %90ning nazarida biz yanalam gerçi Araplardek yoki Afganlardek ularning kuziga bek petib ketmasakmi, sonimiz oz bo'lg'achqa, ammo yanalam chet ellik hisoblanamiz. Chet ellikka bo'lgan bu xil salbiy qarash jamiyatdami bizga ta'sir ko'rsatadi. Ondan keyin hukumatningki ko'chmanlar siyosati, ko'chmanlarga qaratgan siyosati chingan vaqtda agar yuqoridan alayda bir eskertib, mesela Uyg'urlar yoki Türk nasablik millatlarga ayrim qaranglar degan bir buyruq kelmagan ahvol ostida ma'murlar hamda ko'chman qatorida bir taraf qildi-da biznimi. Resmi yo'q, ikincisi yo'q, kishilarni tutib sulaydigan, ko'chalar tekshiradigan shundaq siyasetlerden, qattiq ba'zi bostirishlardan yoki cheklashlardan bizmi afsus o'zimizning nasibasini elayotimiz. Subhanallah. Aminglarning xabari bo'lgandek, shu boy degandek Hakan Fidan vatanimizning kelganining yoqi shu Turkiyaga mablag' silish ish ketib bordi. Yaqin shu BYD, ya'ni Xitoyning elektrik tokluq mashina firması shu Turkiyada 1 milyar dollarlik bir mablag' salmoqchi, shu yerda bir fabrika, zavod ochmoqchi. Mening diqqat tortgan yerim bu yerda men rasmni ko'rgandek Erdo'g'an bu yerda billa shu imzo etish törenida bo'lishi. Men bilamanki nurg'un xalqaroliq shirkatlar hatto Xitoyda kelayotganlar bo'lsin, lekin bu yerda Erdo'g'anning bo'lishi asli bir hojati yo'q. Shu faoliyatga, shu anlaşma, shu so'zlashma, shu kelishimlarga sizlar qanday qaraylar? Bu hamda Türkiye'ninki bo'libmi Erdo'g'anninki alayda Xitoyga ahamiyat berayotganligining ifodasida. Yaqinqi yillardan buyon Turkiyaning iqtisodiy haqiqatan berpatlashdi. Sirtdan yangi moliya ministrini almashtirgandan keyin mablag' keladi degan umid botdi. Ammo u ishga yaramadi. Yangi moliya ministri Mehmet Şimşek. Şunun bilan bunun bağmagan yeri qolmadi. Avrupa Amerikalarga berib nurg'un xizmatlarni ishlab vaqtda o'rta sharq davlatlaridan hemen aylandi. Yeterlik mablag' kelmadi. Bundaq bir ahvolda hamda Xitoyninki shirkati Turkiyaga mablag' solma degandan keyin Erdo'g'an bundan hayajonlangan bo'lsa kerak, xo'sho'g'an bo'lsa kerak. Şunu bu yerga ataydan o'zi berib, demokratik qatnash orqali o'zininki dayta ko'ngil bilganligini, qarshi olganligini ifodaladi deb qarayman. Albatta bu manzara bizni ma'yuslantirdi. Chunki 1 milyar dollar uchun Turkiyaninki prezidentininki unchalik qilib ketishninki hojati yo'qdi. Ammo biz Turkiyani o'zimizning nazarida cho'ng bilib uningga loyiq emas deb qaragan bilan, ammo Turkiya haqiqatan shuningga muhtoj holga kelib qolgan bo'lishi mumkin bo'lib AK Partiya hukumati. Chunki o'tkazgan iqtisodiy siyosatdagi xatoliklarning bedelini og'ir darajada o'tayotdi. Shunga shunday bir manzara o'tirib chiqdi. Buningda masalan yaqin shu ba'zi Uyg'urlarning tutilganining xabarini anglatimiz. Men bilishimcha bir 4-5 ya 5-6'sı bor.
Buning mushu yaqini yoki mushu yaqini yoki mushu Xitoy bilan Turkiyaning munosabati quyublashgan bilan bog'liqmi yoki bo'lmasa buning boshqa sabablari bormi? Hem de bunu kesip bir narsa diyemeyimiz. Hmm. Ama e, bizdeki de tunca aklımızga keldigini şu bir Uygur bulup sıktığımız bilen. Hmm. Çünkü Türkiye bilen Xitoy munosabati yaqinlashgandan keyin andın bu ahval yuz bergandikin biz hem de kallımızda şundaq o'ylaymiz. Tunca bulup shuningki natijasimidir deb. Bundaq o'ylashimizdan keyin asosi yo'q emas. Çünkü yıllardan bu yan Türkiye'ye Xitoydan Uygurlar ustida shikoyatlarning kelayotganligini Türkiye sud mahkamalarininki bu tüpeyliden Uygurlarni sudga chaqirtayotganligini bilamiz. Andikin Türkiye'ninki gerçi o'zi itiraf qilmasimi yoki rasmiy yo'llar bilan yo'lga solmasimi bir qism Uygurlarni Xitoyga qaytarganligidan xabarimiz bor. Bu xalqaro medialarga chiqqan bir ahvol. Tojikiston orqali yo'lga solganligi Türkiye Ichki ishlar ministrining buni xatolik bo'lib qolibdi, bundan keyin bo'lmaydi deb itiraf qilganligi o'ttirga chiqqan. Ondan keyin shunun texnik ko'p insonni qaytarayotganligi haqida iddaolar bor, ammo biz buni isbotlayolmaymiz. Demek bundaq bir ahvolda biz Türkiye'ninki Xitoyning talabi bilan bundaq bir hareketlarni ilib bormidi deyishga hech qanday asosimiz yo'q. Ammo Türkiye'ninki terrorlikqa qarshi turish ehtiyoji bor bir davlat yıllardan emas 10 yıllardan bu yan terrorlik bilan qarshi kurash qilayotgan bir davlat. Bu Türkiye'ninki o'zininki tizimlikida Kürt İşçiler Partisi'den başlasak, PKK'dan başlap, neçe olğan terörçü teşkilat tizimliki var. Türkiye'nin İçki İşler Ministerliği'nden torbeteki çıkıp bunda karısanlarla müküreleşler, kızıl ranglı tutuş bölümü çıkarılgan, yeşil ranglı tutuş bölümü çıkarılgan, kök ranglı tutuş bölümü çıkarılgan neçe min adam var bu devletten. Bunda demekçi boğunun Türkiye terörlük karşı kuraş kılavatkan bir devlet. Hem etrafı Suriye, Irak, Qatarlıq qalaymakançılık yüz bergen rayonlardan çığralangan bir devlet. Şunun için bu yanıki bir xatarlik tarmakları, xavfsizlik tarmakları qaysi sebepten bolsun, meyli bizninki Uygurlardan şu privat çetilganlar bolsun, yoki vasilik çetilganlar bolsun, yoki başkalar tarafidan endi böhtan qılınıp töhmetke uçurap ketkenler bolsun, şundaq kişilerni şu ramkada terörlükle karşı duruş dairesinde tutkan buluşumu mümkün. Çünkü bu cihette biz Uygurlarının kimi xalqarada terörcü teşkilatlar qaralgan bazı teşkilatlarga, organlarga qatnaşkan ve o yerde faaliyet qılgan tariximiz, arxivimiz var. Bundaq ahvalda tamamen biz endi Xitoyninki ta'siri bilan Hakan Fidanning Xitoyga borganligininki natijasi sifatida bu Uygurlarni Türkiye xavfsizlik tarmoqlari tutdi diyolmaymiz, ammo u tufayli tutmadi mu diyolmaymiz. Shunga bu masalaga qarata endi har ikki xil ehtimollikni ko'z oldimizga keltirishimiz kerak deb o'ylayman. Normalde bundan haber çıkan çağda ança-muncha uşak düşek Türk medyası bolsunmu bir narsani yezib chiqaradi. Bu vaqtda hech qanday bir nima yo'qchi. Medyadami hech qanday shaklda yansımapti. Buning sababi bormi? Buni hamda konkret sababi qaysi men bir narsa diyolmayman, ammo ya da hukumat organlarida bir bayonot bergan hech nim yo'qchi. Ya da men tashkilotlarning reestri bilan tashkilotda bir narsa dedim, men uqmayman. Lekin tashkilotlardanmi bir gap chiqmagandek turdi. Bu yerda mundaq odatda istixborot tarmoqlari odam tutgan vaqtda uning bir siyosiy uchur berishni niyat qilgan bo'lsa oshkorlaydi mediaga. Bu ham yerda shundaq deb o'ylayman, Amerikadami shundaq, Xitoydami shundaq. Agar siyosiy bir uchur berish niyati bo'lmasa, ma'lum bir tarafga uni oshkorlamaydi. O'zi tutublan bir taraf qildi. Lekin şu Türkiye'ninki bununla qarta alayda bir siyasi uchur berish niyati bo'lmag'ach oshkorlanmagan bo'lsa kerak. Oldin qatim 7 kişini Uygur casus deb tutgan vaqtda uni mediaga oshkorladi Türkiye istihbarat tarmoqlari. Chunki u yerda bermoqchi bo'lgan bir uchuri bo'lsa kerak Xitoyga. Sen mening davlatimda men bilan yaqin munosabat o'rnatdim deb istihbarat jasuslik xizmatlarini qilolmaysan deganga o'xshashchi. Ammo maqatim buni oshkorlamadi. Shunga buni kuzatishimiz kerak. Endi Uyg'ur tashkilotlarininki bunga qarta
ifade bildiriş vermezse gelsek Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bu doğrusu bayanat ilan kıldı. Ular boşqa köngül bilayotganligini bu münasebetli urlar bilan aloqalashib ularni qutqizib chiqish uchun tirishayotganligini aytdi. Shunga ularning haqqini yemasligimiz kerak. Bu jihatdan bayonot berdi, ammo Türkiye hükümeti bu ishlarga terrorlikqa zarba berish doirasida muomala qiladigan bo'lg'achqa hukumatni ayblash yoki hukumatga qarta norozilik bildirish degandek ishlarni bence bizning Uyg'ur tashkilotlari qilolmaydi deb o'ylayman, uni kutmaslik kerak. Ammo advokat tutib bu ishlarniki izini qo'llab ularni qutqizish, ularni Türkiye kanunu boyunca adil bir taraf kılınç kapatı iyi kılacaktı. Tirişçilik gösterse yeterlik dep o'ylayman. Mesela meyli muşu mesele bolsun veya başka meselelerde bizning Uyg'urlarda ve normalde aslında bir hukum buluş gerek. Hükümet başka, xalq başka depçu. Muşunga qana qaraysiz? Çünkü xalq qo'llaydi degan bilan men shaxsan o qo'llashning nimasini uqmayman. Türkiye'de Uyg'urlar his qilyapti, men his qilmadim buni-chu. Türkiye'de endi men bu izchil savol qo'yib kelgan bir masala şu. Türkiye'de davomli biz xalq bizni qo'llaydi degan gapni jexdaymiz. Ondan keyin hech qachon bir saylamda buningki bir natijasini ko'rmaymiz endi. Masalan, agar xalq haqiqatan bizni qo'llasa, unda bo'lganda bizga qaratgan siyosatini partiyalar oshkorlashga majbur bo'lishi kerakdi. Ammo oldingi qatimli prezident saylimida hokimiyat beshdagi ittifoq emas, bununla karşı ittifaqninki saylam programımızın içinde Uygurlar hakkında bir madde yok. Halbuki bu ittifaqning içinde yani bizni en çok qo'llayotgan İYİ Partiyasi battı. İYİ Partiyasi battı. Andaki Cumhuriyet Halk Partisi mu AK Parti'nin siyasetini tanqid qilgan edi bu meselede. Shundoq turib yana programmaga kirgizmadi. Ha, yana birga Kelajak Partisi battı. Yana Ali Babacan'daki Demokratiya partinin ismini unutmadım. Bek düşüp gitti hazır halkın nazarında. Bular battı. Shundoq turib yana Uyg'urlar haqida bir maddani kirgizmaganligiga qaraganda, menimcha Turkiyada Uyg'urlarniki qo'llashniki siyosiy bir o'rni yo'q. Yoki bor degan taqdirdami Turkiya siyosatiga saylanga ta'sir ko'rsatgudek bir kuch yo'q deb o'ylayman. Ammo Uyg'urlarning Türk xalqi qo'llaydi deganda ijtimoiy farovonlik jihatdan yordam berish, Uyg'urlarningki qiyinchiliklarini hal qilib berish yoki davlat ma'murlarining yoki soqchilarning yo'llarda uchirganda kardeşim deb ba'zi bir chiroyli muomala qilish, Alloh yordamchiniz olsun deb duo qilish, mushu jihatlardan hamda bir illiqlik his qilgan bo'lsak shuni qo'llash deb bilsak kerak deb o'ylayman. Bu jihat haqiqatan yaxshi. Men Turkiyada o'qidim. Türkiye'de yaşayotqanı 7-8 yıl bo'ldi. Bu jarayonda Uyg'urlarga mayli maktabda o'qish jarayonida bo'lsin yoki jamiyatda bo'lsin xolis yordam qilgan nurg'un turklarni ko'rdim. Haqiqatan chin ko'ngildan duo qilgan nurg'un ixlosmand kishilarni ko'rdim. Uyg'urlar haqiqatan istoshlik qilgan solchi boshqa bolalarni ko'rdim, liberal bolalarni ko'rdim. Ammo bularning hammasi menimcha ijtimoiy farovonlik, ijtimoiy yordam, ma'naviy histoshlik doirasida deb qarayman. Ammo biz mubolag'a qilgudek Turkiyaningki siyosiy sahnasida kuchli bir qo'llash mavjud emas. Siyosiy yo'llarningki Türkçilik ve Müslümanlık psikisidan chiqib turib saylovchilarni harakatlantirish uchun Uyg'urlar haqida pat-pat so'zlab qo'yadigan taraflari bor. Ammo avam xalqninki saylovchilarniki siyasetçilerini Uyg'urlar masalasida zo'rlig'idek darajada kuch yo'q yoki bu darajada qo'llash yo'q.
Masalan, yana mushu xalqdan bahsetsak, masalan, hammamiz bilamiz mushu Filistin masalasi, Filistinliklarmi demayman, Filistin masalasimi deylik, chunki uning ichida qarab baqsam jiq Filistinliklarmi yo'q ekan. O'sha dunyo Yo'q. miqyosida turk xalqi bo'lsin, dunyo xalqi bo'lsin, qo'zg'atildi. Va ba'zi tashkilotlarmi, masalan, IHHning va boshqa tashkilotlarning mushu Filistinliklarning faoliyatlariga berib, men ishlaymanki, shu yerdami bir Uyg'urlarni unutib qolmanglar, bizmi sizlar bilan o'xshash degandek bir narsani qo'zg'atishda u yerda. Va aynı zamanda ba'zi Turkiya dışındagi qarindoshlarimiz buni ancha to'g'ri ko'rmay qilyapti. Ya'ni bu tarz faoliyatlarda Uyg'ur tashkilotlar va yoki Uyg'urlarning qatnashishi qanaqa qaraysizlar? Men endi bu masalada Falastin meselesinde başta 7 oktyabr hücumu yuz bergandan keyin o'zimniki qarshini Facebook'ta yozgandim. Emniyette o meniki insani qarshim emasdi, siyosiy qarshimdi. İnsani noktasına aytganda hammamiz adalet tarafta turishimiz kerak, hammamiz vicdan sahibi. Ama siyasi jihatdan afsuslanarlıqı dünyadaki zulüm uçurgan milletlerninki takdiri o'xshash emas. Birinin düşmanı birini kollaydı, birinin dostu yeni birini kollaydı. Mesela Amerika ve Amerika'daki kısım Yahudi siyasiyonlar, teşkilatlar Uygurlarını için kollap geldi. Ama bula Palestin kelgende adalet tarafta tutmayı İsrailiyeni kollap, İsrailiyeni radikal şekilde kollap Palestin halkınınki hak hukukunu depsendi kılgıçılar terpidi tudu. Hem de bundak ahvalda dünyadaki nurgulluğun Amerika'ya karşı, garipki karşı komünistler, solcular, hiç kaçan ömrüde Uygurlar hakkında biraz yakıp bakmaganlar Palestin tarafı tutudu. Türkiye'de mi şundak, Türkiye'de mi sol o'xshash zulm uçurayotgan ahvolda Falastinliklarni qo'llaydi, Uyg'urlarni qo'llamaydi. Nimishqa? Chunki Uyg'urlarga zulm qilayotgani kommunist partiya, Falastinliklarga zulm qilayotgani Amerikadan ittifoqdoshi bo'lgan Isroiliya. Shunga bundaq bo'lg'achqa men Uyg'urlarniki tashkilotlarga nisbatan tashkilotlar siyosiy manfaatni chiqish qilib turib, qaysi taraf bizga foydali bo'lsa, shuni qo'llasa bo'ldi deb qarab keldim. Chunki Falastinliklarmi Xitoy bilan izchil hamkorlashib kelyapti va yordamga erishib kelyapti 50-yillardan boshlab. Bizningki da'volarimizdan o'zini chetga tortib kelyapti. Hatto gezi kelganda Falastin avtonomiya organlarining mas'ullari Xitoyni qo'llab bayonotlarni beryapti. Bunda ahvolda bizninkilarni o'zining manfaatimizga bizning manfaatimizni chiqish qilib turib, ularga uyg'un kelsin yoki qarshi kelsin bayonot bersa bo'ldi deb ashtoq qarayman. Ondan keyin aktivistlik saviyasida hamda faoliyatlarni faoliyatchilik, aktivistlik, kishilik huquq nuqtasidan elib aytgan vaqtda hamda biz Falastinliklar bilan o'rtaq nuqtalarni topa olsak yoki Turkiyaga o'xshash rayonlarda Falastin uchun elib berilgan faoliyatlarga Sharq Turkistonni qistirib ekira olsak, masalan Malayziyada, Indoneziyada biz bu ishlarni qildik, o'zingni bilasizlar, o'tgan 2-3 yil mobaynida Uyg'ur tadqiqot markazi bilan islom dunyosiga Uyg'ur masalasini anglatish uchun xizmatlarni qildik. Bu jihatlarda hamda ular bilan hamkorlashsak, ular bilan birlikda qilsak, menimcha islom dunyosiga nisbatan Falastinlar emas, Uyg'urmi bor degan signalni bersak, u albatta yaxshi. Hamda afsuslanarli tarafi biz bu jihatda kuchsakmi, lekin qarshi taraf ba'zida buni xohlamaydigan ahvol bor. Yani Falastinga qarshi turishda maydonimiz yo'q. Falastinni qo'llashda maydonimiz mustahkam bo'lsa bo'ldi, ammo Uyg'urlarni qo'llashda biz biroz mustahkam bo'lolmaymiz deydi. Nimishqa deganda Xitoy Falastinni qo'llaydigan nurg'un musulmon tashkilotlarni Xitoy qo'llaydi. Bunda biz bununla Malaysiyada, Indoneziyalarda duch keldik. Bunda ahvolda
u yerdagilar bizning masalamizdan biraz qaçadigan ahvol bor ekan. Çünkü bizning hareketimizni Amerika qo'llagan ekan. Shunday bir ziddiyat ichida. Ammo biz bu masalalarni muvofiq bir taraf qila olsak, buni Uyg'urlarga foydali ravishda tashkillay olsak, yuzlantira olsak, menimcha musulmon tashkilotlarningki Falastinni qo'llab qilgan faoliyatlarga bizningki Sharq Turkiston davosini qistirish yaxshi deb o'ylayman. Ammo bu faoliyatlarni qilish taskin. Qanday taskin? Biri tashkillovchilar Uyg'urlarning davosini akirishni xohlamaydi. Chunki Xitoy xalqaro sahnada Falastin davosini qo'llayotgan bo'lg'achqa, nurg'ulg'an musulmon faoliyatchi bolalar bilan men sizlar balki mendan yaxshi aralashsizlar bu jihatda. Ammo men o'zim aralashgan bolalarningki, masalan, Bosniyalik, Angliyadan kelgan bolalar bilan paranlashish jarayonida his qilganim nima desam, Uyg'urlarning zulmga uchrayotgani rost. Ammo G'arb Amerikaningki Yevropaning qilganiga qaraganda Xitoyning musulmonlar qilgani yana oz. Shuning uchun biz endi Falastin yoki boshqa masalalarni o'tirib qo'yamiz yoki bu jihatda g'alaba qilamiz desak, endi Uyg'urlarga kelganda biroz ko'z yumishimiz kerak. Shariatda cho'ng manfaatni saqlash uchun kichik manfaatni qurbon qilishga bo'ldi. Shunga sizlarga bu gap yoqmaydi, lekin afsus vaziyat mushu degan gaplarni biz o'zaro deyishgan endi-ku. To'g'ri. Bu bolalarning o'zaro guruhlarida deyishgan, buni men sirtin anglagan. Ularningki qanday o'ylaydiganligini bilaman. Shunga mushu jihatdan dastlab o'ylayman, chunki bizmi islom dunyosininki izchil Uyg'urlarga ovoz chiqarmayotganligini, buningdagi asosiy masala Uyg'ur faoliyatchilarininki ularga anglatmaganligi ekanligini, shu tufayli bu ishni qilayli deb o'tirg'i tushgandik. Ammo ulardagi bu xil tafakkur shakli yana bizni u yerda cho'ng bir natijaga ega qilmaydi ekan. Sana qaytilman bu haqda. Hozir masalan Xitoyni masalan yaqinning yoqi o'sha Amerikada Tibetning o'z taqdirini o'z belgilash qo'llaydigan bir siyosatlar chiqdi Bayden tarafidan. Anonning buni o'xshash işte Xitoyga unchalik qattiq chiqmayli. Sen bunun qaraysan, mesela bu BRICS sel timidan chekinib ketdik. Shu BRICS xuddi Amerikadan sirt, Amerikadan boshqa, endi Xitoy boshchiligidagi bir dunyo tartibi demdik, world order. Muşta o'zgarayotamdi sancha, chunki biz yaqin necha yilning yoqi bo'pmi irqiy qirinch boshlagan yoqi işte Xitoyning abdi bashirsi va Xitoyning haqiqiy askiligini dunyoga oshkorlashga tirishayotgan, lekin 10-oyning 7-sidan keyin xuddi bu Xitoy bir dunyoning qahramonidek Amerika ortiq tugidi. Haqiqatan mustaq bir yangi bir dunyo tartibi mustaq o'zgarayotamdi va yoki bu vaqtliq bir masala ko'rinayotamdi. Bilmayman, timsal chekinib ketdik, lekin buni ko'z qarashim ma'lum. Endi bu üçüncü dünyanın baş götürüşü, Global South, İngilizce Global South deydi. Bunu Uygurca Cenubi Dünya demdik, yoki Cenub devletleri demdik. Bularning baş götürüşü şu 21. asırninki en çok geopolitik bir hadisesi. İkinci Dünya Uğraşı'dan keyin bütün dünya tertibi Amerika'nınki başçılığında G'arbninki liberal demokratik tüzüm asasida shakllangan. Shuning bilan so'q munosabatlar urushi oxirlashgandan keyin Amerika 10 yildak dunyoga yolg'iz xo'jayinlik qildi. 2000-yillarga kelganda buni qilolmadi. Shunga 2000-yillardan keyin dunyo ko'p qutblikqa qarab yuzlandi deymiz. Bir qutblik holat uzun davom qilolmadi. Bu ko'p qutblik dunyoning hamda eng ko'zga ko'ringan rolchilari bir ikiz.
BRICS deganimiz hamda kesak altın devletleri Uyg'urchadagi. Yani bunun ichida eng Ben birinci qatam anlattım ben. Kesak altın devletleri. Uyg'urcha kesak altın devletler tercüme qilgan, ammo u BRICSga hozir boshqa davlatlar qatilib, endi Doğru. ismini o'zgartirishga majbur bo'lyotdi, keyin deb olamizki. Bu BRICS buniki hamda eng cho'ng rolchisi. Endi bu yerda sening bayon degan mavjud tuzum tartib o'zgaryotgandi deganiga qarata da'vatman BRICS Amerika barpo qilgan liberal xalqaro sistemaning sirtidagi eng cho'ng tashkilot, eng kuchli tashkilot. Ya'ni Amerikaningki barpo qilgan liberal xalqaro sistema, masalan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Dünya Bankasi deganga o'xshash, bular bu sistemaning ichida. Ammo BRICS bo'lsa o'zi ayrim bir blok shakllantirdi, lager ham o'ziniki bankasini qurdi Shanxayda. Hem uniki g'olluq davlatlari bo'lgan Xitoy, Hindiston, Braziliya, Janubiy Afrika bu davlatlar dunyo iqtisodiningki zo'r qismini egallashga boshladi. Nufus jihatdan mutlaq ustun dunyoninki egalladi. Shuning bilan bu Amerikaningki boshchiligidagi liberal dunyo tartibiga yoki biz deyotgan hozirgi mavjud xalqaro sistemaga eng cho'ng tahdid, eng cho'ng krizisni shakllantirdi. Endi Xitoyninki dunyo siyosatida adolat tarafdori, tırnak ichida deyman, biz Uyg'urlarga nisbatan u bir jinoyatchi bir davlat. Ammo dunyo sistemasida adolat tarafdori yoki tırnak ichida adolatchi bo'lib o'tirg'i chiqishi yengillik emas. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi mayli O'rta Sharqdagi bo'lsin, mayli Afrikadagi yoki Latin Amerikasidagi, mayli Okeaniyadagi nurg'un davlatlarninki, hatto O'rta Osiyo davlatlarininki mustaqil bo'lishini Xitoy boshdan oxir qo'llab kelgan bir davlat. Chunki ittifoq tuzmaslik harakatining boshchilaridan biri Xitoy, Hindiston bilan, ya'ni biz Amerika tarafdan tutmaymiz, Suud tarafdan tutmaymiz deb dunyo bo'yicha mazlum millatlarninki besilingan davlatlarninki mustaqilligini qo'g'dug'uchi, qo'llovchi sifatida o'rtaga chiqib kelgan bir davlat. Chunki 20-asrning beshidagi dunyo mustamlikachilik tamamen g'arb markazlik bo'lg'achqa, Xitoy g'arbga qarshi mayli Afrikada, mayli O'rta Sharqda Angliyaning, Amerikaning, Fransiyaninki, Portugaliyaninki, Ispaniyaninki mustamlikachiligiga qarshi bu yerdagi millatlarga yordam berib kelgan ve bulardan keyin turib kelgan. İqtisodiy jihatdan qo'llanmagan, chunki Mavzuning davrida iqtisodiy berbatdi, ammo siyosiy jihatdan izchil qo'llab kelgan. Shunga Falastinninki davosini Xitoy boshdan oxir izchil qo'llab keldi. Hozirgacha bu maydonni o'zgartgani yo'q. Ammo bu qatim qayta Xitoy kuchli yana o'tirib qo'ygan bo'lg'achqa, ta'kidlagan bo'lg'achqa, ham Xitoyning kuchi tarixdagi eng yuqori pallaga chiqqan bo'lg'achqa, ham eng muhimi Xitoyninki media kuchi oshgan bo'lg'achqa, TikTok bilsa hozir xili medialarni besib tushdi, hozir dunyo kuchi yetkazishdi uchun insonlarga. Shunga bu Falastin masalasidagi maydonlari Xitoyninki Falastinni qo'llashlari dunyoda kuchli bir ekstra sada paydo qildi. Buning qarshisida Amerika xuddi bir jinoyatchini qo'llayotgandek bir pasif holga tushib qoldi. Amerika bundoq aytganda rasvo bo'ldi dunyoda Isroilni qo'llash orqali. Xitoy Falastinni qo'llash orqali bir rasmiy artistlik qildi. Qahramon bo'ldi. Yani bundan Xitoyninki yetakchiligidagi bu 3-chi dunyo kuchlanib Amerika boshchiligidagi 1-chi dunyoga jang e'lon qilgudek olg'a keldimi desang keldi. Aynan kuchaydi. Kuch tamponligi dunyoda 20-asrning o'rtalarındagi yoki 20-asrning boshlarındagi ahvol hozir mavjud emas. Zaten kuch sharqqa qiyiqliq. Hozir dunyoning kelgusi kuchi mayli nufus jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy taraqqiyot jihatdan bo'lsin, sharqda deyilyotidi. Masalan, Xitoyni deymiz, Hindistonni deymiz, Koreyani deymiz, Yaponiya, hammasi Indoneziya masalan, hammasi yosh taraqqiy qilayotgan davlatlar. Hamda ammo shundoq bo'lishiga qaramay yana g'arbdagi davlatlar bilan bir ilishqidek saviyadan tarajiq tuvan.
ama kriz şekillendiriyotgani, ta'sir qilayotgani, ta'dil şekillendiriyotgani bir emniyet. Şu biz ilqi bopmu ilqi nima Birleşken Devletler Teşkilatı bolsun, genocide degizamay tamam. Belki de insanga qarshi jinoyat o'tkazyotiru deb oron bir ziyoratdagi u xotinning mishobatchisi eng oxirgi kunida yo'lab chiqarg'izib qarasa man necha oyning ichida ham mayli dunyo soti bulamdi bularni insonga qarshi va irqiy qirg'inchilik o'tkazyotidu anonniki u BDTdimi deymiz diplomatlar nimalar chiqib ketib unda narsa İsrail'inki gipini hiç kim anlamaydı hazır. O kadar inovatni tükep buldu. Biz ilqinimi Xitoyga qarshi unda bir narsa qilamidik. Endi bu savollarni doim hep gap anglaymiz, lekin sana nisbatan qanaqa qilish kerak endi? Ya'ni bu hech qanday bir o'zgarish yo'q. Bilma bu bir ochiq savol. Bundaq qilishga deymiz, lekin sana nisbatan qanaqa qilsak bo'ldi? Masalan, tashkilotlar bo'lsin, aktivist bo'lsin, xalq bo'lsin, vatanga berib kelayotgan qarindoshligim yo'q. Shinjongliklar bor. Nima deymiz yani? Qanaqa qilamiz endi? Endi navbatdagi xalqaro vaziyat umuman biz uchun foydasiz. Ama o'tgan bir asrda, bir asrga yaqin vaqtda, shu 49-yili biz navbatda Xitoy besib olgandan tortib, Uyg'urlarga bek foydali fursat shakllanib taqmadi xalqaro vaziyatda. Shundaqdimi biz ham izchil kurashimizni davomlashtirib keldik. Shuning uchun bizning qo'limizdan keldigani hamda yana o'zimizningki qo'ldan kelishicha kurashlarimizni davomlashtirish. Eng muhimi bizning tashkilotlarimiz kasbiylashishi. Kasbiylashishi degani masalan bu sal ichib bersan. Kasbiylashmaganmi hozir? Bizning tashkilotlarimiz hozir ko'pincha kasbiylaşmaganligi o'zan bo'lsa, hamma ishni qildi bir tashkilot. Andagi tashkilotlarning tarmoqlari, belgilemlari, tuzumlari aniq emas. Ondan keyin yana biz institutionalized kurumsallaştı Türkçe. Sistemleşiş baskıçlarını besip ötenmedik nurgun teşkilatlar texiçe iktidai şekilde. Biz hazır güçlük Xitoyga qarshi harakat qilinmagan bunda bir bo'shliq mezgilda bu xil aqsam xizmatlarini puxtalash bence yaxshi fursat bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Undan keyin tashkiliy qurilmalarni kuchaytirish, bizningki hozir tashkilotlarimizni ko'ngillayotgan, o'zimizni ko'ngillayotgan masala yosh avlodlarni milliy kimligiga ega qilib turib tarbiyalash. Ondan başqa fəaliyyətçilər qoşununu zo'raytish kerak deb o'ylayman. Chunki bizdagi fəaliyyətçilər hozir bekaz. Masalan, men qo'limdan kelgancha qilyapman, ammo meniki ingliz tilim yaxshi emas. Shunga ingliz tilida dunyoga xitob qilolmayman. Sen bu jihatda endi sen davadiqa bayon silashgan. Sening uchga mavi 40 minut jarayonda sanlashdik. Tamam, sanlashdik. Sen bu jihatda yaxshi qilding, mayli Avstraliyada bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, hatto ishlab turib yaxshi aktivistlik faoliyatlarni qildim. Bu jihatda o'zalligim bor. Ammo sen bilsa biz mayli Falastin davosini qilayotganlar bo'lsin, mayli Tibetliklarniki bo'lsin, silish turgan chog'da bizdagi aktivistlarni bekas. Bu sanab bilalaymiz. Aslida sanayolmasligimiz kerak uni-chu. Masalan, men sanayolayman, seni sanayolayman. Yana Sizden desem demegenlik yolunu gidişim mümkün. Şu birkaç eden sanayimiz tüyap kaldı. Halbuki başkalarmışlardan ömür kütüdü. Ama bu aktivistler emniyette kişilerini kozgaydıgan insanlar. Aktivistler emniyette kişiler yetkizdiğin insanlar. Ular içtimai muhitini, keyfiyatini yaratıdığın ve özgertidiğin insanlar. Şu an bizdeki bu cihette çok ihtiyacımız var da böyleyme. Bunu yetiştirişke, küçeş gerek. Çünkü önemli teşkilatlarının kuldan çıkış kemaydı hazırki dünyada. Total YouTube kanalı olan bazıda bir üniversite işini kılalaysa. Şundak ko. Yaxşı adam terbiyeleyemeydiğin, konu mukamda olaydıgan bir üniversitenin bir YouTube kanalı erişip gidiyor hazır. Ancak bir faaliyetçi birçok siyasi partiyanın işini kılıdı hazır. Neçə yıllık siyasi partiyalı 4 günde
ählatga aýlandy. Onuň onuga ýeňiden bir kişi fenomen daňlyk kişi uplan oturga çykdy. Hazırky dünýanyňky ähwaly şu. Hazır burunqydek ananawy medialarnyňky monopol güçi tügüdi. Mesela sen bilen biz hazır YouTube'da paylaşıp durupdymyz. Eger ananawy medianyň güçi bolgan bolsa belki bizni çıkarmaydı. Ýasynyň bir ýerini ýakdyrmaydy, meniň bir ýerimi ýakdyrmaydy. Emma hazır bu erkinlik bizde ananawy medialarmy yetip kaldy nurgun jähetden. Şoňa aktivistlikka küçüşimiz gerek dep oýlaýman. Aktivistler işlerini ýaxşy kıla alaýdy. Emma mesela muşu nurgun insanlar bu aktivist diýen hukumny düşenmeydi. Sana nispeten aktivist bu nimi bu? Aktivist diýen nimi? Bana nispeten aktivist diyen ismeden çıktığındaki faaliyetçi diyen malum bir ideyani, malum bir nişanını amelga aşırış için faaliyet kılgıcı. Şunun için küreş kılgıcı. Bizninki chet eldeki malum ma'noda aytganda bizden chet eldeki bütün men davatçı adamlarning hemmisi aktivist. Malum ma'noda aytganda. Demişka çünkü bizden hiç kasımızdaki dövletimiz yok. Devlette biz siyasi partiyelerde siyaset kılmayız, siyaset yürütmeyiz. Uygur'un davasını kılganlık siyaset emas menimçe. Çünkü bizdenki devletimiz yok, usak çıkıdığan hakimiyet yok, yığılsak düşüdüğün hakimiyet yok. Çünkü bu yerde biz ya siyasi faaliyetçi biz, ya kişilik hukuk faaliyetçisi, ya ki dini hukuk faaliyetçisi. Bence bizdenki davayımız chet eldeki aktivizmden ibaret dep oýlaýan mekan jähetden aýtkanda. Ama bazı ballar bunu bek siyasi bilaşdyryp çokum bir döwlet şekliga okşutyp aldy emniyetde. Bizdenki bu ýerde hiç kandak bir resmi şekillengen döwletimiz siyaset ile şugullandan digüdek bir siyasi saha yok. Doğru. Nurgun Nurman maňa diýdi, siz ýana siyaset kuwatamsyz, näde siyaset ýani şu işmi men dedim, men hiçbir zaman siyaset kuwatmagan. Bu kuwatkynymyz siyaset emas, bu normal miýady insanlar ülawatydy. Bizge ýardam kılыңlar. Bu siyasetke kirmeýdi. Jo bu hukum näden kildi? Muşu Uygurlarymız neden bir bayraqny kötese veya ki vatanımızga mustaqillik desek bu siyaset dep düşünü bu Bence şu ne bilen münasebetli Xitay'daki ta'lim terbiýeçinami? Hukukunu qogdurmakçı bolgan yoki kompartiýaga karşı her kандай gep sözlü bu adamny siyasi arlaşdy dep eýiplegenlikden kelip çykkan dep oýlaýman. Emniýetden mesela sen siyasetke aralışa olsan hazır Amerika'daki Demokratlar Partisi ya Cumhuriyetçilerden biri kirip resmi Washington'un malum bir şehirden üzerinde namzat gösterip şundak mı ya? Artık sen Kengeş Palatası, Avam Palatası'na kirsen adın siyaset kirgen bolsa. Sen besolangan halkının ki izilgen halkının hukukunu qogdaş şunu oturup çıksan kandak sen siyasetçi bolsa. Hayır. Belki Tehme toğru ihbarlısek belki bizdenki bir dolpun hesabı okşaş mesela. Dünya Kurulu'nun reisleri ya ki sonra kişilerimizden hem de siyasi faaliyetçi desek bula. Bir onun kolası da bir teşkilat boğallık için. Siyasi faaliyetçi desek bula ama onun mu siyasi yön dişken dövletimiz yok bizden. Doğru. Hayır, vaktim biri kaldı. Hem de öz tema qaytyp kelsek. Muşu Türkiye'deki Uygurlar bulan kelечekine kana buldandı. Meyli abay degендek siyaset emas ama siyaset bolsun. Sen kana qaraysa ýakynky mesela muşu ýylyň ahyry we kile ýylgyça. Biz karşına Menimçe hem de Türkiye'deki Uygurlarınki bu yılın ahyryya kile ýylgyça gözgüç bolmaýdy. Muşalatda dawam kılymyz. Çünkü bu ýyňylyk emas 3 ýyldan buyan 4-5 ýyldan buyan muşda ýaşap geldik. Ama biraz yakın kelgüsüdün mesela 5 yıl ya ki 10 yıldan sözlesek menimçe Türkiye'deki Uygurlarınki ahvalıdan
ahvalda mayli bayan men degandek siyosiy ahvalda bo'lsin, mayli iqtisodiy ahvalda bo'lsin, kelgusi 10 yilda o'zgarish bo'lmaydi. Davomli nacharlashishi mumkin, yaxshilanishi notayin deb o'ylayman. Buning sababi Türkiye'nin iqtisodiningki kelgusi 4-5 yilda o'ngshilishiga hech kim ishonmaydi. Turkiya iqtisodshunoslar ishonmaydi, hukumat beshliklar o'zi ishonmaydi. Bunday ahvolda Türkiye'nin iqtisodiy kuchi oshmagan ahvolda Türkiye'nin Xitoyga beqinishi tugamaydi. Xitoyga beqinishi tugamagan ahvolda Uyg'urlarga bo'lgan siyosiy pozitsiyasi o'zgarmaydi. Xitoyninki mablag'ga bo'lgan ehtiyoj davomli oshdi. Turkiya Erdoğan'ınki Biyadi'ninki şirket içilişine katlaştığı sebep mi şu? Yani Xitay'ın texnik kese demekçi meblag. Hem Xitay'ın Türkiye'ninki sayahatçı taması yıllardan bu yana mevcut fakat Türk'ün yok. Hazır mı? Toxtumay Xitay'ın sayahatçı tamam kılıdı bu devlet. Bunun mənisi nima diye vaxtda ben Xitay'la yaxşı ötümə diyen gep. Ben Xitay'ın talebini uğurlayma diyen gep. Şuna çoğun cihetten Uygurlarınki siyasi cihetten Türkiye'deki besilişi, bastırılışı devam kıldı. Belki yamallışı mümkün. İktisadi cihetten Türkiye'deki kıyınçılık ağırlaydı. Bu cihette yaxşılanış bu ketmeydi. Ama bay dep ötkünümde kültürel cihetten, içtimai cihetten yani Türkiye devamlı Uygurlar için yine bir g'amxo'rlik qiladigan, faoliyat qiladigan suyimlik makon bo'lib qolaveradi. Allah kolaylık versin deb davom qilgan o'xshaydi. Xayr, Allah razı olsun Mehmet To'xti Attaullah efendim. Yana boshqa bir o'zgarishlar bo'lsa, ayrim yana sahnim kelasa inshaalloh. Bo'ldi qaynashlar. Axir so'zing bormi? Abi ekran ipishdim burun. Aslında mümkün bunu Türkiye'deki ballarımı, Türkiye'deki kardeşlerimi kürdüm. Şu an dünyadaki başka yerdekilerge, hemen Türkiye'deki kardeşlerime deydiğim sözüm. Ben Türkiye'deki Uygurlarınki bəxtlik yaşını, xoşal yaşını, güçlük yaşını ait ümit kılmam. Bunun için Türkiye'deki Uygurlar, Türkiye devletindeki boğan haddinden ziyade tamamını tüketişimiz gerek. Türkiye halkının Uygurlarını kollaydı, yaxşı gördü deydiğen bunda ümitini taşlaşımız gerek. Yaxşı görse elbette bizge faydalı, yaxşı görülüş demeden yaxşı gördü. Ama bu bir ihtiyaca ayrılıp kalması gerek. Şu an üzümüzde meyli bilim ciheti, meyli iktisat cihetini küçeytişimiz gerek de oylayman. Bu bizimki Türkiye'de pıtırap duruşumuzun asası. Türkiye'de pıtırap duruşumuzun asası her gün Türklerden bizi yaxşı görüşecek. Bulması gerek. Türkiye'de pıtırap duruşumuzun asası her gün Türkiye hükümetinin bizge hamkorluk kılışı bulması gerek. Belki Türkiye'nin iktisadığı bizden töhfü koşkan buluşumuz, Türkiye cemiyetindeki yaranlık evlatlarını terbiyelep bəgən insanlardan buluşumuz, Türkiye pəxirlindığan köçmənlər topluluğu buluşumuz lazım deb qarayman. Bu hicətdə özümüzge əhmiyyət birəyli, özümüzni küçəytəyli. Türkiye devletinin kanunluğu xilaf, Türkiye bilen düşmanlaşıp atkan kişilerninki menfaatiga uygun qandaq kişilerden jirak duraylı, bundaq kişiler bilen faaliyetlerini qilmaylı, dini cihetten yoki milliy cihetten hissiyatımızdan faydalanıp ketişiga qat'iy yo'l qo'ymayli. Agar biz Türkiye'ninki münasebetli kanun belgeleriga xiloflik qilmagan ahvolda mayli Xitoyninki tarafidan talab qilinib bo'lsin yoki bizga qarshi kishilarninki chiqib tuhmat qilish tufaylidan bo'lsin, buni bizning tashkilotlarimiz yo'ldan orqali hal qila oladi, faoliyatchilarimiz faoliyat qilib hal qila oladi, ijtimoiy taratqular orqali buni kun tartibga keltiramiz. Ammo biz Türkiye kanuniga xilof Türkiye tarafından terörlük sınırı kirgizilgan teşkilatlarınki faaliyetlerine aralashib qolgan bo'lsak, bu ahvolda buni teşkilatlarning deyishini tasdiq to'xtaydi. Bizdek faaliyetçilerin kun tartibga ekilishimizni tasdiq to'xtaydi. Bu bizningki umumiy Uyg'ur davosining sifatiga daxl yetkazadi. Bu jihatdan diqqat qilsak. Rahmat, Allah razı olsun. Kelar qatim ko'rishgacha aman bo'linglar qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Asco Radio.
ayının 12 günü aeroportda bilen hoşlaşkan pet. Bulumdaki bilet özgerdi taqdirimni. Mani başlavatdim musafirlik hayatımni. Bilim qaytamayman, endi ko'rinmayman. Gap jiq deyamayman, xatmi yozamayman. Bo'ldi ketdim deyman, lekin qaytib boramayman. O'ylamayman deyman, lekin men unutamayman. Havo sovib ketdi-ku, quyosh nuri nadidu. O'tib ketadiydi-ku, ammo o'xshashadi-mu. 5 fasl keldi-mu, o'tib kesmaydi-ku. Izlayapman topolmadim, taqdir zodi nadidu. Ayrıldım oilamdan, tug'ilib o'sgan yerdan. Og'ayni birodardan, yolg'iz qoldi qalbim. Bo'ylab ko'nglim yurim, yetti o'zim gidadim. Sizlarni topmaynadim, hozir ham bilmadim. Ayrıldım oilamdan, tug'ilib o'sgan yerdan. Og'ayni birodardan, yolg'iz qoldi qalbim. Bo'ylab ko'nglim yurim, yetti o'zim gidadim. Sizlarni topmaynadim, hozir ham bilmadim. 39 yil, xuddi 30 yil. Umrin vaqtini so'zlaydi boshqa tilda. Qiynalganda yoki pul topganda yondi kim bor? Ko'rmaganda ko'rdim musofirlik hayotimda. Uchiyotim bulutda, ulabda birini uribla. Eshikni ichidan qulibla, yetti kilo urug'lab. Ketdi gulmoq puribla, ichilmayli turibla. Deyman to'ydim bo'ldi ket, endi jonni ilibla. Vaqti yoshda tomchi tomchi o'tadi yana qancha.